Aka sizga nima bo'ldi? Turing aka. Meni kuchim yetmayapti, qo'lim ishlamayapti. Akajon, bizga nima bo'ldi? Kim yordam berar ekan? Akajon, qo'limiz ishlamayapti sal turkizga. Mana shu ko'rib turgan bolalar hozirgi kunda nogiron holatda, lekin 13 yoshigacha bular sog'lom bo'lgan. Bitta oilada qo'l bo'yindan pasti ishlamay qolib, shu darajaga kelib qolgan. Sizlarni yordaminglar kerak. Ro'za oyida iltimos mana shu videoni oxirigacha ko'rib, bir dona laykni ayamasdan oxirigacha ko'rib, mana shu bolalar uchun hech bo'lmaganda oxirigacha ko'ringlar. Obunachilar bizga yordam beringlar. Bizga kelajagimiz nima bo'ladi bizani? Bizga qo'limizdan kelgancha yordam beringlar bizani. Bizga yaxshi kuchimizga qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar bizga sog'ayib ketaylik obunachilar. Sizlarni duo qilamiz. Alloh qo'llasin, birlaringga men bersin sizlarni. Yaxshi insonlar, biz shu ovqatda yurib qoldik. Obunachilar yordam beringlar bizlarga. Iltimos qilaman. Shu videomga like bosib, shuni tarqatib qo'yinglar. Iltimos, yaxshi insonlar. Bizlar sog'ayib ketaylik. Allohim hammalaringiz qo'llasin. Yaxshi anoda turibmiz. Ro'za oyida. Yaxshi insonlar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Shu ovqatda ko'tim bilan yuraman. Menga qiyin juda ham shu ovqatda yurish. Men ilojim yo'q, shu ovqatda yuramiz. Yerda yemanglar. Yaxshi insonlar, ovqatimizni ko'rib turibsizlar. E'tiborsiz bo'lmanglar videomizga. Like bosib, shu videomizni tarqatib, gruppalarga yordam beringlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum barcha yaxshi insonlar. Mana bugun biz sizlar bilan yaxshi oyda, ulug' oyda ko'rishib turganimizdan xursandman. Hammangizga Ramazon muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Inshaalloh hammangizga ro'zani oxirigacha Alloh taolo sabr bersin. Mana biz bugun Qashqadaryo viloyati Koson tumanidamiz. Ozodbeklarning xonadonida, ya'ni bu xonadon Qashqadaryo viloyati Koson tumani Po'lat qishlog'ida. Bu oilani biz 3-4 yildan beri chiqarib davolatib kelyapmiz. Toshkentlarga ham davolatdik, vodiylarga ham davolatdik. Bu bolalar miopatiya Dushevna degan kasallik bilan og'riydi, ya'ni mushak atrofiyasi, mushaklar torayishi. Bular ya'ni oldin sog'lom bo'lgan, hammasi sog'lom bo'lgan. Mana shu holatga 13 yoshidan keyin shunaqa holatga kelib qolgan. Birdan oyoqdan qolgan, qo'ldan qolgan, hozir esa bo'yindan pastki holati umuman ishlamay qolgan. Bu bolalarni hozirgi kunda 3 yildan beri bizlar etap-etap davolatib kelyapmiz. Ya'ni o'sha nevrologlar tomonidan, vrachlar tomonidan yaxshi lechinalar olib davolatib kelyapmiz. Hozir ham mana shu lechinaga, ya'ni bizning yordamimizga muhtoj, ya'ni chunki oilaviy sharoiti og'ir darajada bo'lganligi uchun biz sizlar bilan birgalikda mana shu oila uchun yana biz ehson mablag'lari yig'ishni boshlaymiz va sizlarga ham iltimos qilamiz. Shu oilaga befarq bo'lmasdan shu oilani qo'llab-quvvatlab, shu agar imkon yetsa mana shu oilaga kartalarga o'zini kartalarini qo'yamiz, ehson qilib. Agar ehson qilish qo'lingizdan kelmasa, imkon darajasida shu oila uchun, shu bolalar uchun shu videoga like bosib, kommentga izoh yozib, Allohdan shifo so'rab qo'yib, shu bolalarni duo qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Ramazon oylari bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Assalomu alaykum musofir ishlab yurgan akalarim, opalarim. Bizga yordam kerak. Qo'l oyog'imiz ishlamay qolgan. 13 yoshdan keyin sekin ishlamay qolgan. Davolanmasak bo'lmaydi. Tilimiz tushib ketyapti. Qon bosimimiz tushib ketyapti. Biz Toshkentga borib davolanmasak bo'lmaydi, akalar, opalar. Sizlardan Allohim rozi bo'lsin. Bizlarga qo'llaringdan kelsa yordam qilingizlar. Akalar, opalar, sizlardan Allohim rozi bo'lsin. Sizlarni birlaringga ming bersin. Sizlarni duo qilamiz. Ramazon oylarida sizlarni umrlaring Xudoyim taolo uzoq qilsin. Assalomu alaykum obunachilar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Bizning ovqatimiz og'ir, yurib ketishimizga yordam beringlar obunachilar. Sizlarni Alloh qo'llasin, birlaringga men bersin. Duo qilamiz obunachilar, sizlarni qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Bizlar davolanib kelishimizga yordam qilinglar obunachilar. Obunachilar, bizga yordam beringlar, yaxshi insonlar, bizani tashlab qo'ymanglar. Bizning ahvolimiz juda qiyin, bizani tashlab qo'ymanglar. Biza mablag'imiz yetishmayapti, doktorga bora olmayapmiz.
Toshkentga davlangan nechalari ololmayapmiz. Yaxshi insonlar yordam beringlar bizlarga. Ahvolimiz juda og'ir bizani. Iltimos qilib qolaman, yaxshi insonlar yordam beringlar bizlar sog'ayib ketish uchun. Bizlar yurgan edik oldin, keyinchalik yurolmay qoldik. Yaxshi insonlar yordam beringlar bizlar. Bu ahvolga qiynalib ketdik. Bizlar yaxshi kutishimiz kerak. Juda qiynalib ketdik shu ko'timiz bilan yurib. Bizlarni ham yurishni xohlaymiz bizlar ham. Ko'p qator oshnalarimni safiga qo'shilishni xohlayman men. Yaxshi insonlar yordam beringlar. Qo'lingizdan kelgancha yaxshi kutishimga iltimos qilaman.